Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa va hozirda mehnat faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsa, ushbu video siz uchun juda muhim. Chunki pensiya jamg'armasi tomonidan pensiyalarni murojaatsiz, proaktiv tartibda qayta hisoblash amaliyoti joriy etildi. Ushbu videoda kimlarning pensiyasi avtomatik qayta hisoblanishi, buning uchun qanday hujjatlar kerak emasligi va bu o'zgarish fuqarolarga qanday qulayliklar yaratishini batafsil tushuntirib beramiz. Agar ma'lumotlar sizga foydali bo'lsa, hozirdanoq videoga like bosib qo'llab-quvvatlang va videoni oxirigacha tomosha qiling. Diqqat qiling, mehnat faoliyatini davom ettirayotgan nogironligi bo'lgan shaxslarning pensiyalari proaktiv shaklda qayta hisoblanmoqda. Qonunchilikka muvofiq fuqaroga bir yoki ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlanganidan keyin kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lsa, pensiyasi har 2 yilda bir marotaba qayta hisoblab beriladi. Huquq paydo bo'lgan shaxs qanday hujjatlarni taqdim qilishi kerak? Joriy yilning 1-iyul kunidan boshlab fuqaroga nogironlik pensiyasi tayinlangandan so'ng kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lganda pensiya miqdorini har 2 yilda proaktiv shaklda qayta hisoblash amaliyoti joriy etilgan. Ya'ni bugungi kunda nogironligi bo'lgan shaxslar pensiyalarini qayta hisoblatish uchun pensiya jamg'armasiga kelishlari talab etilmaydi. Pensiya qayta hisoblanganligi to'g'risida fuqaroning o'zini nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamiga SMS yuboriladi. Telefon raqami mavjud bo'lmagan fuqarolarga esa pochta orqali mazkur xabar yetkaziladi. Shaxsning mehnat staji va ish to'g'risidagi ma'lumotlar tegishli tashkilotlarning axborot tizimlaridan olinib, pensionerdan hech qanday ma'lumot talab qilinmaydi, deyilgan xabarda.